Assalomu alaykum hammaga. Germaniyaning Basenbach shahriga keldim, yuk ortgani. Frankfurt na Main yaqinida joylashgan zavod SAF Holland degan zavodga keldim. Bu zavod yuk mashinalarini, katta yuk mashinalarini SAF mostini ishlab chiqaradigan zavod ekan. Mana shunaqa yuk ortlar ekan. Mana yuk ortib berishdi. Qarada kelib mana bunaqa most. SAF most deydi buni. Katta yuk mashinalarini mosti 6 tadan 12 ta 4 ta remen bo'ylashimiz kerak ekan. Bo'ldi. Shu bilan keyin Belgiyaga borib tushiramiz. Bu SAF most umuman nimaligini tushunmaganlarga bunaqa katta yuk mashinani mana shunaqa bitta mostdan mana shunaqadan 12 ta ortdim. Mana xuddi shu narsa. Oporni disklari ham turibdi. Bo'ldi, xudo xolisa yo'lga. Mana qadrdonlar, yo'lga chiqdim. Hozir aynan Frankfurt na Main shahridan o'tyapman. Oldimda hali Köln shahri, keyin Gollandiya davlati, undan keyin Belgiya davlatini Lier manchursa qishlog'iga ketyapman. Mana Frankfurt na Main shahrini Frankfurt aeroporti yonidan o'tib ketyapman. Ham ko'rib turganingizdek kemaga o'xshagan o'ng tarafda hozir keladi. Bu Frankfurt aeroporti. O'ng taraf, chap taraf esa katta aeroport. Bu Frankfurt aeroporti Germaniyaning katta aeroportlaridan bittasi. Mana shu kemaga o'xshab turgan bino. Mana Frankfurt aeroporti yonidan o'tib ketyapman. Oldimizda remont yo'l ekan. Mana shu o'ng taraf, chap taraf hozir men ko'rsata olmadim. Mana tunnelni tepasi aeroport. Hozir mana shu tunneldan chiqib tepada samolyot bo'lsa ko'rsatishga harakat qilaman. Oldimizda remont yo'l va probka. Mana remont yo'lga ham kiryapmiz. Mana sariq polosali degani remont yo'l. Remont yo'l degani yuk olib borib tushiradigan manzilam Belgiya davlatini Lier qishlog'iga ketyapman. Oldimda hali Köln shahri va Gollandiya davlati ham bor. Xudo xolisa hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Bu video olishimdan maqsad birinchidan bu esdalik, ikkinchidan yaqinlarim video jo'nat, rasm jo'nat dedi. Shunga shunaqa videolar olishga qaror qildim. Sabr qilasizlar. Hali kamchiliklarim bor, yetarli. Xudo xolisa bilan hammasini yo'qotishga harakat qilaman. Ajab emas, sizlarning yordaminglar bilan bloger bo'lib ketsam. Shunaqa gaplar. Xudo xolisa bu probkadan o'tsam, undan uyog'i yana bir 200 kilometrdan keyin Köln shahri keladi. Undan keyin bir 70-80 kilometrdan keyin Gollandiya davlati keladi. Ertaga borib Belgiyada kun tushirishim kerak.
Ko'lni aylanib o'tolman. Reyn daryosining ustidan o'tib o'tolman. Qoldi, oz qoldi. Manzilimgacha 190 kilometr qoldi. Ketolman asta-sekin. Ertalab Yevropa vaqti bo'yicha 8:30 yetib borar ekanman. Bu yerda yana remont yo'q. Katta shaharlarda har doim shunaqa tirbandlik remont yo'llar bo'ladi bu Germaniyada. Mayli, hammaga salom. Menda esa xayrli tong. Mana Gollandiyaga, Germaniya tugab Gollandiyaga yaqinlashib qoldim. Bu chegara zona. Shu bilan Gollandiyaga yaqinlashyapmiz. Hozir parkingga kirib taxografda, mana taxografda strana davlatimizni ochib olishimiz kerak. Mana Gollandiyaga kirdik. Niderlandes deb aytadi. Voy. Shundan Через 300 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь первым поворотом. Shundan manzilimizga qarab yurishni davom etamiz. Manzilimizgacha 130 kilometr qoldi. 130 kilometr masofa qoldi. Bu chilayotgani bizning navigatorimiz Gollandiya davlatga kirganimizni bildiradi. Endi biz taxografimizda yangi strana ochib olamiz. Mana Niderlandiya. Okey. Endi yo'limiz davom etamiz. Bo'ldi. Mana manzilimgacha 132 kilometr qolibdi. Ko'p chegaralarda mana shunaqa parkinglar bor. To'xtab ismini ochib olish uchun mana Niderlandiyada qanaqa yurish kerak? Mana Gollandiyani ham o'tib Belgiyaga kelib qoldim. Endi bu yog'i Lier shahriga, Lier qishlog'iga to'g'riroq bo'ladi, shunaqa desam. Lier qishlog'iga borib yukimni tushirib olsam bo'ldi. Bu yerda bu Yevrosoyuz deydi. Yevrosoyuzda bunaqa chegaralar yo'q. Chegara belgilangan. Oldin bunaqa tamojna degandek narsalar bo'lgan bo'lsa kerak. Yevrosoyuz bo'lishidan oldin. Hozir bunaqa narsalar yo'q. Bemalol o'zimiz tilimizda aytganda bitta rayondan ikkinchi rayonga o'tgandek bo'ladi.
Belgiyaga kirdik. To'g'rirog'i 500 metrdan keyin ko'p anaqalar davlatlarni mana shunaqa suvlar ajratib xabar bergan bo'lsa edi. Masalan, Belgiyaga kirdik ofisial. Shu bilan ketdik Lier qishlog'imizga qarab. Mana Belgiyada Lukoil zapravkasi. Bu Belgiya. Mana men yuk tushiradigan manzilimga yetib keldim, Lierga. Hozir yukim tushirib olsam, keyin yuqori chiqishga qarab yuraman. Hammanglarga rahmat. Like uchun alohida rahmat. Bu Yevropada ko'p joylarda yuk tushirayotganda, yuk ortayotganda video syomka mumkin emas. Imkon bo'lishi bilan yuk ortish, yuk tushirish jarayonlarini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hammanglarga rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.